Ko'p qavatli uylardagi liftlar har kuni millionlab aholi foydalanadigan eng muhim infratuzilmalardan biridir. Ammo liftlarga texnik xizmat ko'rsatish sohasida bir qator tizimli muammolar mavjud. Xususan, profilaktik xizmat ko'rsatish amaliyoti to'liq yo'lga qo'yilmagani sababli liftlarga asosan nosozlik yuzaga kelgandan keyingina xizmat ko'rsatiladi. Shuningdek, texnik xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar faoliyatida yagona talablar va aniq me'yorlar yo'qligi bois bir xodim zimmasiga yuzlab liftlar to'g'ri kelmoqda. Bu esa xizmat sifatini pasaytirib, xavfsizlikni ta'minlashda qiyinchiliklar tug'diradi. Yana bir muhim muammo lift ehtiyot qismlar bozorida shaffoflikning yetarli emasligi bilan bog'liq. Natijada ehtiyot qismlari ba'zi hollarda asl qiymatidan bir necha barobar qimmat narxlarda sotilishi kuzatilmoqda. Bundan tashqari liftlar haqidagi ma'lumotlar yagona elektron tizimda shakllanmagani fuqarolar va nazorat organlari uchun to'liq va tezkor axborot olish imkoniyatini cheklab qo'ymoqda. Aynan shu sababli sohada shaffoflikni ta'minlash, xizmat sifatini oshirish hamda xavfsizlikni kuchaytirish maqsadida xavfsiz lift platformasini yanada rivojlantirish, tarmoqni esa to'liq raqamlashtirish zarurati paydo bo'lmoqda. Ushbu platforma orqali lift ehtiyot qismlarini xarid qilish va o'rnatish jarayonlari, texnik xizmat ko'rsatish faoliyati hamda liftlar holati bo'yicha barcha ma'lumotlar yagona tizimda yuritiladi. Shu orqali liftlardan foydalanishda shaffoflik ta'minlanadi va aholi xavfsizligi yanada mustahkamlanadi.